Jonga ham tegib ketdi-da shu shaxtada yurish. Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot, mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun bolalar nima qilamiz? Bugun ya'ni bolalar o'zi qilib bo'ldim. Ya'ni men bu shaxtadan chiqyapman. Mana bu temir olib chiqyapman. Sababi meni o'zimni uyimda temir umuman qolmadi. Ha, obunachilar bizga umuman men bu ko'mirlar va boshqa narsalar kerak emas. Qishloqlar bu yerda nima qilyapsizlar? Biz mana bu yerda o'tiribmiz-da. Shaxtaga keldinglarmi? Shaxtaga kirmoqchimisizlar? Baribir men barcha temirlarni olib bo'ldim. Yo'q, shaxta uchun emas. Bo'lmasa nima uchun bu yerda o'tiribsizlar? Tushunmadim. Biz ochratda. Ochrat? Ochrat demoqchi edim. Obunachilar. Juda ham g'alati yer ekan, mun qaranglar. Bu yerda nima bular o'tiribdi? Biz endi o'tiribmiz-da ochratga. Ochratga tur. Agarda kirmoqchi bo'lsang bu yerga. Bilmadim. Men hozir ochratga turish yoki turmaslik bilmadim-ku. Hozir men juda ham hayron qolyapman-da. Obunachilar, mun qaranglar. Juda ham g'alati. Bu yer olmos, ya'ni oltindan yasalgan, hamma yer oltinli va bu yerda har xilcha narsalar bor ekan. Mun qaranglar. Juda ham ko'p reklamami yoki Kapot, ochratga tur. Davay, navbatga tur. Bu yerda o'tirma. Xo'p, kirmoqchi emasman, prosta qiziqyapman. Biz ham qiziqib kiryapmiz-da, tushundingmi? Shu sababdan ochratga tur deyapman. Xo'p, mayli. Juda ham yomon ekan. O'tib ketsam bo'ladimi? Ochratga tur, tushundingmi? Iltimos, men ham nima desam bo'ladi? Qiziqyapman-da. Ko'p gapirma, makillamasdan ochratga tur. Xo'p, mayli. Obunachilar juda ham uzr o'tib ketadi. Ular juda ham ochratga tur deyishyapti. Shunchalik qiziqmikan? Mana qaranglar, bu yerda 4, 5, 6, 7, 8 va 9 ta bannerlar bor ekan obunachilar. 9 ta bannerda nima qilishar ekan obunachilar? Buncha nima desam bo'ladi, reklama va bu yerda juda ham taxtachalan qaranglar. Bu nima uchun ekan va mana bu nima uchun ekan? Bu yerda qilich va bu nima ekan? Men bu damlaman. Juda ham g'alati yer ekan, mayli. Bu yerda juda ham g'alati narsalar bor ekan. Mana bu yerda cholg'u asbobi va bu yerda shaxtan nimadir bu g'alati obunachilar bor. Boshim aylanib ketdi-da. Bu yerda hamma narsa sotsa kerak yoki sotmaydimi bilmadim. Obunachilar hozir shuni bilib olishimiz kerak. Qani bu yerni qaraylik-chi. Xo'sh, bu yerda qanaqadir qishloq o'tiribdi va qanaqadir ruda, qizil ruda ekan. Ha, yaxshi bo'lmasa ochratga turganim yaxshi. Menga juda ham qiziq obunachilar. Ochratga turib o'tiraylik, qani bir gap bo'lar bo'lmasa. Bir nechidir soatlab bir tursam kerak-da. Xo'p, samsan oxirgi? Ha, man. Mayli bo'lmasa ochrat kutaylik, bir gap bo'lar. Ha, men bilasanmi nima? 40 minutdan beri o'tiribman mana shu yerga. Oh my god, juda ham qiyin bo'lsa kerak menga, ya'ni endi. Albatta. Ha, mayli bo'lmasa kutaveraylik, obunachilar, bir gap bo'lar bo'lmasa. Xo'sh. Kapot, tur. Nima bo'ldi? Ochratingga ochrat yurib ketyapti. Uzr, oq qishloqqa endi uxlab qolibman-da. Ha, endi uxlab qolishadi shunaqa navbatlarda. Obunachilar, uzr so'rayman. Nima desam bo'ladi, men bu yerda uxlab qolganim uchun, men bu navbatlarda juda ham odam uxlab qolyapti, chunki juda ham charchatyapti obunachilar. Endi nima ham derdim? Endi mana shu yerga navbatda o'tirsam kerak obunachilar, yana bir nechidir soatlar, bilmadim, balkim kelib qolsa kerak yoki kelmasa kerakmikan. Mayli, kutaveraychi, bir gap bo'lar bo'lmasa. Davay, tezroq ichkariga kir. Xo'p, mayli, lekin qishloqqa bilasan o'sha nima edi? Meni navbatim kelibdi-ku, aytmaysanmi? Aytib o'tiribman-ku. Ha, mayli, keyinroq hikoyamni aytib beraman. Xo'sh, obunachilar, mun qaranglar. Juda ham zo'r ekan bu yer. Juda ham g'alati. Bu yerlarda nimalar bor ekan? Har xil narsalar. Xush kelibsan, yaxshimisan? Ha, yaxshiman, janob Shaxtyor. Bu yerda nima qilyapsiz? Tushunmadim. Endi men narsalarimni bu yerga beryapman. Xohlagan narsangni ol. Tushunmadim. Nima uchun xohlagan narsamni olishim kerak va nima uchun siz nima ketyapsizmi yoki? To'g'ri topding, men nima desam bo'ladi, ketyapman Minecraftdan. Mana ko'pchilik bilmasa ham kerak obunachilaringdan. Yo'q, bilishadi, ko'pchilik bilishadi. Nima uchun ketyapsiz? Tushunmadim. Bilasan, juda ham zerikarli bo'lib qoldi Minecraft. Mana endi men bilmadim, boshqa o'zimning yo'limni topaman. O'sha aytganimdek, xohlagan narsangni ol, Kompot. Nimaga siz ketmoqchisiz? Birorta sabab bordir. Aytyapman-ku, zerikdim, ketmoqchiman-da. Xohlagan narsangni ol, mana barcha qishloqlar olib ketishyapti o'zini xohlagan narsasini. Mayli bo'lmasa. Obunachilar, juda ham g'alati. Nima ketyapsiz ekan-a? Endi bilasan-ku, qarichilik deysiz. Siz menda bo'lsangiz, atigi 10 yosh kattasiz. 10 yoshim anchagina farq qiladi-da. Zerikdim-da Minecraftdan. Xohlagan narsangni ol bo'ldi. Okey, mayli bo'lmasa men hozir men temirlarni almasam bo'ladimi mana bu anolarga, mana bu almazlarga?
temir berishing shart emas, almasda olishing mumkin. Rostami bo'ldi, katta rahmat. Bo'lmasa obunachilar munqaranglar juda ham ajoyib almazlarni olyapmiz. Yaxshi. Bo'lmasa barcha narsalarni olaveraychi, bir gap bo'lar. Bo'lmasa oho, buni ham olaylikchi. Bu yerda nimalar bor ekan? Bu nima ekan? Bu menimcha kerak emas. Bu narsani qayerdan topdingiz? Bilasan, shaxtada yotganda, ha, mayli bo'lmasa mana bularni olaylikchi. Mana bu yerda juda ham g'alati narsa bor ekan. Yaxshi. Bu karta nima ekan? Bo'lmasa mana bularni ham olaylikchi obunachilar. Ajoyib bo'lmasa buni ham olamiz. Yaxshi va menimcha nimalar qolibdi? Mana bu yerda zumradlar qolibdi. Bularni ham olsam ekan. Kompot hamma narsani olyapsanmi? Albatta, juda ham zo'r ekanda, juda ham zo'r narsalar bor ekan bu yerda. Yaxshi bo'lmasa bemalol olishing mumkin. Bilasan-ku, qishloqlarga qoldir, yana yig'lamasin menga. Mayli bo'lmasa o'zi qishloqlar nima olib ketdi sizdan? Bilasan, bir ikkita tangalar oldi va yana mana senga sumka. Katta rahmat. Endi narsalarni olishing mumkin xohlagancha. Kompot yaqin do'stga biza, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, lekin nimaga bunday xafasiz va nimaga ketmoqchisiz? Kimdir sizni xafa qilimi yoki? Yo'q, prosta o'zim ketmoqchiman. Ha, mayli bo'lmasa qishloqlar mana ko'rishingiz mumkin, bemalol kirishingiz mumkin, xohlagan narsalarni olishingiz mumkin. Juda ham zo'r ekan bu yer. Juda ham kattagina yer ekan to'g'rirog'i. Obunachilar, nimaga bu ketmoqchi? Men hozir hayrondaman. Nimaga bu mana bu narsalarni qo'yib tashlagan? Mayli nima bo'lganda ham obunachilar, lekin mana shu narsalarni nima uchun qo'yganini bilib oldim, chunki hamma narsalarini sotayotgan ekan. Va bu nima bo'ldi? Mana bu sumkaning ichida ham juda ham yaxshigina narsalar bor. Yaxshi. Mayli obunachilar, bo'lmasa nima berib olibdi? Sumkaning ichida juda ham narsalar bo'lsa kerak. Yana bilmadim, sumka og'irgina ekan obunachilar. Qani bo'lmasa narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, qani nima ekan bu? Misol uchun mana bu sumkaning ichida nima bor ekan obunachilar? Menga qiziq. Mayli bo'lmasa mana bu prosta tak mana shu bittagina zinacha, ya'ni stulcha. Boshqa yo'q. Mana bu tomimni yopaman yoki birorta yerda quraman chiroyliroq desanglar, prosta tak bittagina stul. Mayli obunachilar, prosta bilmadim. Bu yerda prosta mana o'tirish. Obunachilar, bilasizlar, menga juda ham yoqadi mana shu stulchiklarda o'tirish. Chunki obunachilar, men umuman charchab yuraman har doim. Va buni taqib bo'larmikan? Taqib bo'lmasa ekan, prosta tak oddiygina narsa ekan. U taqib bo'lar ekan obunachilar. Menga munqaranglar, ana u yerda. Omad. To'xtanglar, test qani bir sinab ko'raylikchi. Xo'p, mana buni buzib ko'raylikchi. Hech nima bermadim. Mayli. Oddiygina omad ekan obunachilar. Yigit kishining omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deydilar-ku. Endi kompot yarting deydiganlar bo'lsa, endi to'g'ri tushunasizlar. Buni qaranglar, Lucky Block. Oh my god obunachilar. Lucky Block zo'rligini qaranglar. Juda ham zo'r, buni qaranglar, Lucky Block. Lucky buni oxirida ochamiz. Va ana endi bu oddiygina narsa ekan. Prosta tak buni nima bo'ladi? Trenirovka qilasizlar bu bilan. Ajoyib obunachilar, menga yoqmoqda. Va yana nima bor ekan? Va mana bu yerda olmoslar bor obunachilar bizga. Olmosimizda 5 degina olmosimiz bor, lekin yana yig'sak anchagina bo'lib qoladi va mana bu yerda olov rang, ya'ni mana bu oranjiviy bor ekan. Oranjiviy bilan keyin yana fioletoviy bor ekan obunachilar. Ya'ni nima bo'ladi? U tapaz nima edi bu? Obunachilar, tapaz degan shunaqa ruda bor ekan obunachilar. Men bilmagan ekanim. Sizlar bilgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu esa amethyst nimadir deb yozilgan ekan obunachilar. Bilmadim, bu o'zbekchada yozilmagan, inglizchada yozilgan ekan. Mayli, nima bo'lganda ham boshqa narsalarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun obunachilar, bizning sumkamizda narsalar bor. Yaxshi bo'lmasa, to'xtanglar. Sumkamda narsa bormi? O'zi sumkamda yo'qmi narsa? Bir tekshirib ko'raychi. Oh my god, obunachilar. Sumkada narsa bor. Mana bu kim? Hoy. Buvijon, yaxshimisiz? Buvijon. Obunachilar. Hoy. Xonim, menga gapiring-da, xonim. Yosh katta oycha ekan. Obunachilar, bu juda ham realistik, juda ham zo'r qo'g'irchoq ekan. Men o'yladimki, bu anovi nima desam bo'ladi, men bujonni qilib qo'yibdi, yashirib qo'yibdi deb o'yladim. Ajoyib, mayli, menga juda ham yoqmoqda. Juda ham zo'r. Qayerdan topgan bo'lsa ham Shaxtiyor bu narsani voобще juda ham zo'r va kulgili narsa ekan. Ajoyib bo'lmasa, bu yerda nima bor ekan? Obunachilar, buni qaranglar. Juda ham zo'rligini. Voобще zo'r-ku, buni qaranglar. Voобще juda ham ajoyib narsa ekan obunachilar, buni qaranglar. Endi vart degan qanaqadir
ana bu yerda effekt berdi obunachilar. Vashshe chotki nima bo'lganda ham menga yoqmoqda obunachilar. Sizlarga yoqdimi? Buni qaranglar mana buni. Turishini yosh kattagina onaxonda turishini qaranglar-da. Xo'sh, ana endi nimalar bor ekan menda? Buni qaranglar, mana bu qilishni qaranglar, juda ham zo'r. Obunachilar aytgancha yana men boyagi gap, mana bu mikrofonda yana birorta muammo bo'layotgan bo'lsa uzr so'rayman obunachilar. Chunki mikrofon boshqacha mikrofon bilan olyapman. Sal qoldi. Mayli. Endi obunachilar buni qaranglar, juda ham zo'r turishini qaranglar. Mana bu babuliyani obunachilar, ya'ni mana uni yosh katta onaxonni mayli. Bu yerda qani qochinglar bu yerdan. Mayli, hazillashib. Buni qaranglar, juda ham katta qilishni qaranglar, juda ham zo'rligini. Juda ham ajoyib, menga yoqdi obunachilar, sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu bor anavi ko'pincha mana bu multfilmlarda bo'ladi-yu, qanaqadir multfilmlarda shunaqa katta qilichli odam bo'ladi-yu. Mana shunga o'xshamoqda obunachilar. Bilmadim, yana ham mayli. Bo'lmasa yana nima bor ekan? Bu yerda buni Shaxtyor qayerdan olgan bo'lsa ham juda ham yomon ekan. Mayli, bo'lmasa obunachilar, bu qanaqadir skelet, jitelni skeleti bo'lsa kerak obunachilar, qishloqqina to'g'rirog'i. Mayli, buni buzamiz-da. Mana bu onaxonga berib qo'yamiz. Onaxon qarab turing, yaxshi bo'lardi qarab tursangiz. Ana endi bu obunachilar buni qaranglar. Mana bu narsani bilganlar biladi, obunachilar bilmaganlar bo'lsa hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana buni oppa buzaylik-da. Yaxshi, buni ham buzamiz. Buni ham buzamiz. Ana endi buni qo'yib chiqamiz. Bu obunachilar, bu shunaqa o'simlik, короче, almaz beradi. Ajoyib obunachilar, mana o'simlik, almaz beradigan o'simlik. Yaxshi obunachilar, menimcha juda ham zo'r. Ana endi mana buni qaranglar. Bu sho'rvomi, nima qanaqadir ovqat ekan obunachilar, juda ham zo'r obunachilar. Sho'rvomi, короче, qanaqadir tovuq go'shtli ovqat ekan obunachilar. Menga yoqdi obunachilar. Ya'ni bilmadim sizlarga yoqyaptimi yo'qmi, chunki hidi menga kelmoqda. Ajoyib. Sumkada hech nima qolmadi va hali ham qishloqlar kirayotibdi o'sha yerga. Toza ular ham bir narsaga to'ymaydigan odam bo'lib ketdi-da. Ana endi obunachilar, mana bu Lucky Blockni buzib ko'ramiz. Lucky Blockda nima bor ekan? Xo'sh, qani bitta buzib ko'raylik-chi, bu Lucky Blockda ichida nima bor ekan? 1 2 3 desam hech nima tushmadi. Mayli obunachilar, hech nima tushmagan bo'lsa ham, lekin obunachilar buni qaranglar. Ana u yerdagi hozir mana bu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Ana u yerdagi mana bu damlamadan bilsanglar bo'ladi. Shunday mana bu ingrediyentlar bor. Shu ingrediyentlardan bilsanglar bo'ladi mana bu damlamadagi shu narsalar borligini. Menimcha juda ham zo'r. Shaxtyorga 5 ketdim, lekin nima uchun ketayotganini bilmadim. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog', salomat bo'linglar.